Bugungi darsimiz non mavzusiga bag'ishlanadi. Demak, non mavzusiga bag'ishlangan darsimizda och sariqdan, teri rangidan va to'q jigarranggacha bo'lgan ranglardan foydalanamiz. Markerlarni, raqamlarni men ko'rsatib o'tmadim. Faqat och yoki to'q ranglarni nomlarini aytib o'taman. Eskizimizni qog'ozni qoq markaziga chiroyli qilib 45 gradus holatda stol ustida turgandek qilib joylashtiramiz. Siz xohlasangiz boshqa non rasmlarini qog'ozga joylashtirishingiz mumkin. Men aynan shu rasm yoqqani uchun uni kompozitsiyasini qalam bilan markaziga, qog'ozim markaziga joylashtirib oldim. Demak, fantaziya va rasmni tasavvur qilgan holda bu eskizimizni boshlaymiz. Demak, 153 o'xri rangi yoki bo'lmasam och olov rangidagi markerlardan foydalanamiz va rasmimizni konturlarini belgilab olamiz. O'zimiz uchun bu konturlarni yana ham to'q qilib ishlaymiz dars davomida, lekin hozir men asosiy kompozitsiya videoda ko'rinishi uchun chegaralarni belgilab oldim. Demak, nonni tepa qismi to'q jigarrang, korочка, ya'ni qavat hosil bo'lgani uchun ham tepa qismini alohida kontur qilib belgilab oldim. Nonni o'zini rangini light skin color, yorqin teri rang yoki bo'lmasam bug'doy rangi bilan to'liq qoplab bo'yab olamiz. Ma'lum bir qismlarida bilik qoldirsangiz ham bo'ladi, lekin biliklar juda ham ko'p bo'lib ketmasligi kerak. Nega? Chunki nonda bilik tushadigan joylari kam bo'ladi. Shuni hisobiga nonni to'liq qismini teri rangi bilan qoplab olamiz. Xohlasangiz qalam bilan, xohlasangiz marker bilan bo'yab oling, lekin men markerni brush qalinroq tomoni bilan bo'yab olaman. Demak, nonni g'ovaklarini hali yana ishlaymiz. Non ichidagi g'ovaklar va dumaloq detallarini alohida ishlab chiqamiz. Storm Beige 7510 ko'p foydalanadigan markerlarimiz yoki bo'lmasam sizda bu rang bo'lmasa, to'qroq bejviy ranglari, jigarrang rangidan sal ochroq bo'lgan ranglarni tanlab olsangiz bo'ladi. Agar rangli qalamlarda ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga och jigarrang rangi yordamga keladi. Demak, sizni markerlar komplektingizda bo'lmagan ranglarni siz o'rniga och jigarrang yoki bo'lmasam to'q sariq, o'xri yozilgan ranglardan foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, nonni qalin qavat berilgan korочка qismi deymiz, shu qismlariga kontur kesilgan burchaklarini chiroyli qilib belgilab olamiz va rang berishni boshlaymiz. Ushbu nonni chizish jarayonida ko'pchiligi notanish bo'lgan, ko'pchilik tushunmaydigan bitta tushunchani sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana nonni yon tomonni ishlayapman. Chekka qismdan o'rta qismga och rang qoladi. Ya'ni konturlaridan to'q rangdan och rangga qarab o'tamiz. Bu yerda bizda refleks hosil bo'ladi. Refleksni ko'pchilik qanaqaligini tushunmaydi, lekin men hozir shu non misolida refleksni ko'rsatib o'taman. Nonni yon tomoniga bir me'yorda rang berdim, bu qurib oladi. Keyingi bosqichda bo'lsa, bu rangi yana ham chekka qismlarini, kontur qismlarini to'qartirib ishlayman. Shunda bizda refleksimiz chiroyli hosil bo'ladi. Videoda refleks qayerda hosil bo'lganini ham ko'rsatib o'taman. Ungacha nonni konturlariga yana ham to'q jigarrang ranglari bilan ishlov beraman va nonni ustki qismi, qizargan qismiga to'qroq jigarrang ranglari bilan konturlar berib chiqaman. Shunda bizani illyustratsiyamiz qog'ozda yaqqol, yaxlit ko'rinib turadi. Nonni ichki qismlariga g'ovaklarini, dumaloq shakllarni detal chizib chiqsangiz, o'zini holatiga o'xshab chiqadi. Burcha qismlari va qayrilgan qismlariga to'qroq ranglar berib, soyalar hosil qilamiz. Nonni pastki bo'lagiga mana hozir berayotgan rangimiz to'q jigarrang, konturdan biroz o'rta qismga yaqinlashgan sari
bu och rang bo'lib qoladi. Bu yerda bizada refleks hosil bo'ladi. Refleks bizaga rasmlarimizni tabiiy chiqishiga yordam beradi. O'z holatiga yaqin va ob'yomlari chiroyli ko'rinib chiqishi uchun biza reflekslardan to'g'ri foydalanishimiz kerak bo'ladi. Endi nonni ichki ko'rinishidagi mayda g'o'yalarni alohida detalma-detal chizib chiqqaningiz ma'qul. Agar sizda qora geliviy ruchka bo'ladigan bo'lsa, g'o'yalarni maydalab chizib chiqqaningiz ham chiroyli chiqadi. Lekin men qora geliviy ruchkadan foydalanmadim. Iloji boricha ranglarni o'zi bilan ishlov berdim. Mana shu bo'yayotgan qismimda refleks chiroyli hosil bo'ladi. Bu non illyustratsiyani aynan refleksni tushuntirish uchun chizdim sizlar uchun. Shuning uchun ham keyingi darslarimizda detallarda qaysi joylarda ko'proq refleks hosil bo'ladi, alohida e'tibor berib chizamiz. Teri rang marker yoki bo'lmasam och bejeviy marker bilan nonni ichki g'ovaklarini chizib chiqamiz. Iloji boricha mayda va yirik g'ovalarni bir-biriga yaqinroq, zichroq o'ziga o'xshatib chizamiz. Keyingi illyustratsiyamiz baton. Batonni ham 45 gradusda qog'ozni markaziga yaxlit qilib joylashtirdim. Tepadan pastdan qo'ygan masofalarni ko'rdinglar. Demak, baton 45 gradusda turgani bilan o'zaro mutanosib tepadan pastdan bir xil masofa qolishi kerak. Batonni ham teri rang bejeviy ranglar bilan polностью ustini bo'yab olaman va bo'rtilgan qismi, bilik tushadigan joylarini oq holda qoldirdim. Batonni kesimlarini chekka qismlariga konturlab berib oldim. Demak, qo'limdagi marker Raspberry Brown markeri bu och jigarrang rangiga yaqin rang hisoblanadi. Konturlarini bo'yab olgandan keyin kesmalarini ichini och rangda qoldirdim. Batonni bo'yash jarayonida bizani harakatlarimiz batonni kontur qismiga yarasha mutanosib bo'lishi kerak. Ya'ni baton oval shaklida bo'lsa, xuddi shu oval shakliga qarab turib markerda harakatlanamiz. Agar siz qalamda bo'yayotgan bo'lsangiz ham baton shakliga qarab turib dumaloq shaklda shtrixovka berishingiz ma'qul hisoblanadi. Batonni kesmalariga birozgina o'rtacha jigarrang rang bilan kontur berib oldim. Ya'ni yon tomondan chekka tomonga qarab soyalarini alohida shtrixovka qilib ishladim. Bilik tomoniga yaqinlashgan sari och rangdagi ranglarni yo'qotib olmaslikka harakat qilamiz. Batonni pastki qismiga esa yana refleks hosil qilamiz. Ya'ni baton pishib chiqqandan keyin tag qismi oqishroq rangda bo'ladi. Shu qismda reflekslarni hosil qilamiz. Birato'la hamma qismini bo'yab tashlamaymiz. Alohida mazok, ya'ni shtrixovka harakatlari bilan markerda chiroyli ranglarni chiqaramiz. Teri rangidan ko'proq foydalanamiz, ya'ni bizani to'q ranglarimiz o'zaro bir-biri bilan rangdan rangga o'tish hosil bo'lishi uchun ushbu rang bizga juda ham katta yordam beradi. Ranglar bir-biriga yedirilib o'tishi uchun teri rangidan ko'proq foydalandim. Demak, ba'zi bir qismlariga shaftoli rangidan rumyani hosil qilish uchun mazoklar berib chiqdim. Bu yerda videoda ko'rinib turibdi, qaysi qismlarida rozoviy pushti ranglar hosil bo'lgani. Siz xohlang
och qizil rangdan ham foydalanishingiz mumkin. Iloji boricha bu ranglar bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. Shtrixovka qilayotganda ham qo'rqmaymiz. Shtrixovkalar liniyalarga, chiziqlarga mos holda chiqishi kerak. Batonni pastki qismiga och kulrang ranglarda soyalar beramiz. Bu soya batonni biror bir jismda, stolda yoki bir nima jismda turganini belgilash uchun men alohida soya berdim. Soyalarni ham pastki qismdan tepa qismga yedirib yuboramiz.